Sizga qishlog'idan buvingizdan kichik bir uy meros bo'lib qoldi. Uy juda ham shinam, tashqi ko'rinishiga e'tibor bermasangiz albatta. Devorda g'alati qoidalar haqida yozilgan qog'oz ilingan edi. Birinchi qoida: har kuni ostona tagiga 3 qoshiq tuz tashlab qo'yishni esingizdan chiqarmang. Agar tuz qo'ymasangiz, kechasi itlarning qo'rqinchli huvillashini va eshikka berilayotgan kuchli zarbalarni eshitasiz. Ochishni xayolingizga ham keltirmang. Ikkinchi qoida: har yakshanba soat 22:00 ga yaqin oynalar va pardalarni oxirigacha yoping va quyosh chiqquncha oynadan qaramang. Agar bu vaqtda kimdir sekin hushtak chalayotganini eshitsangiz, ahamiyat qilmang va uxlashga harakat qiling. Uchinchi qoida: quduqdan faqat tungi vaqtda suv chiqaring. Agar osmonda to'lin oy ko'rinayotgan bo'lsa, suvdagi aksingizga qaray ko'rmang. To'rtinchi qoida: agar hayvonlar ovoz chiqarmay sizga tikilib qarab turganini ko'rsangiz, yerto'laga yuguring va berkinib oling. U yerdan hatto sizni ismingiz bilan chaqirishsa ham tonggacha chiqmang. Yangi uyga eson-omon ko'chib olishingizga tilakdoshmiz.